Voy, shu yetmay turdi o'zi. Bo'pti, bir narsa qilarmiz. Uf, nechki. Voy, shu yetmay turdi o'zi. Bo'pti, bir narsa qilarmiz. Uf, hech kim telefonini olmaydi. Niye asabiylashyapsan? Mobilografimni qo'l sinib qopti. Ha, tushunganmidi? 5 soatdan keyin Dubayga uchib ketishim kerak. Borib reklama olishimiz kerak edi. Sen yaxshi o'rtoq bo'lmading. Nima? Mendan hech qattiq ishlayapsan deb so'radingmi? Qattiq ishlayapsan. Mobilograflik qilyapman. Katta kompaniyalarda ishlayapman. Seriozmi? Ha. Voy, men bilan yurib bo'lmasam. Ishlarim ko'p-ku. Lekin sen uchun vaqt topaman o'rtoq. Bo'l, aqo, narsani yig'ishtiraylik, tezroq kech qolamiz, bo'l. Amalla Dubayga borib olishim kerak. Nima? Video olish qo'limdan kelmaydi. Bundan qilib yuboraman, bo'ldi. Ketdingmi? Voy, mana Dubayga ham kelib oldik. Ishni nimadan boshlaymiz? Xo'p. 3 ta luxury mashina olaylik. Voy, u nimaga kerak? Kadr qaysi birida zo'r chiqishini bilmaymiz-ku. Ha, to'g'ri aytyapsan. Yur, qimmatlardan olamiz. Oh. Bo'ldi o'rtoq, mashinlikda zo'r chiqadi, gapimga javob. Bo'lmasam instrumentlaringni ol. Stabilizator bor-ku. Uni novichokni shunday-yu. Mana stabilizator. Menga qara nima xohlasam, yengil narsani aytgan. Qara, xullas. Tisuv minerallarga boy premium sifatdagi ichimlik suvi. Tarkibida oltin, kalsiy, natriy, magniy hamda temir mavjud. Cho'g'sanmi shunaqa narsa xohlayapman. Bo'ldi, muammosi yo'q. Boshladi endi. Tayyor. Mening do'stim, sevib qolsang men bilan dardlasharding. O'zingga ishonganda ishonarding. Nima yeb, nima kiysang bo'lisharding. Mening do'stim. Qani? Ahotda. O'sha voqeadan keyin tashab ketdi. 2 oydan beri shoddaman. Baribir pul yig'ib Toshkentga qaytaman. Umrimni yevording bor, hayotingni aytib berib. Ketishim kerak. Aka, meni Toshkentga olib keta olmaysizmi? Uni umuman iloji yo'q, qol. Oh. Oh. Bora bora dalam toro nemikhwad